Yana o'yinlardan keyin nasib bo'lsa, Xudo xolasa, tinchlik bo'lsa, yana uchrashsak, qo'rqmay aytamanki, o'shanda ham Xudo xolasa xalqimizga xizmat qilib yurgan paytimiz bo'ladi, yaxshimi yomonmi, lekin hozir endi mana yoshlarimiz juda ham zamonimiz rivojlanib ketib, juda ham ko'p talantlar yaxshimi yomonmi baribir ko'p chiqishyapti. Omadlarini bersin, men bularga ishtima demoqchi emasman. Endi biz ham o'z yo'limizda yana to'xtab qolganimiz yo'q. Biz ham o'z yo'limizda yana ijodimizni davom ettiryapmiz. Endi haliga aytganimdek, bu davlatimiz bizni shuncha mukofotlar bilan mukofotlagandan keyin endi Xudo xolasa bu bilan biz chegaralandik, mana mukofotlarda oldik deyishdi o'zi noto'g'ri. Bu mukofotga yarasha endi xizmat qiladigan paytlar keldi. Biz xalqimizga, shu O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, shuhrat medaliga loyiq bo'lgan odam endi shuni oqlashimiz kerak. Biz o'zimizni ko'rsatishimiz kerak. Ular uchun ko'p qo'shiqlar aytishimiz kerak, ko'p mehnat qilishimiz kerak. Xudo xolasa